Ba'zi narsalar bor, ularni ishlatgach, oldinlari bu narsalarsiz qanday ishlagan ekanman deb hayron qolasiz. Ulardan biri Niravo kreslosi. Birinchi daqiqadan u qulaylikning yangi standartini belgilaydi. Belni yumshoq qo'llab-quvvatlaydigan baland suyanchig'i qomatni tabiiy holatda ushlashga yordam beradi. Sozlanadigan bosh tayanchi esa yelkalar va bo'yindagi zo'riqishni kamaytiradi. Xuddi kreslo sizning holatingizga moslashayotgandek. Uchta qo'l tayanchlari ish turiga qarab osonlik bilan sozlanadi. Hisobotlar, qo'ng'iroqlar, yozishmalar yoki uzoq soatlar davomida monitor qarshisida ishlash uchun. Puxta o'ylangan egilish mexanizmi sababli siz qanday o'tirishni o'zingiz tanlaysiz. Tartibli, xotirjam yoki to'liq orqaga suyangan holatda. Yengillik hissi bo'lsa-da, konstruksiya mustahkam va ishonchli qoladi. Kreslo og'ir yuklarga ham bardosh bera oladi, bu esa ortiqcha savol qoldirmaydi. Niravo. Bu siz undan haqiqatdan ham turishni xohlamaydigan kreslo. Ushbu kresloni Daphne.uz saytida buyurtma qiling yoki sizga yaqin bo'lgan showroomdan xarid qilsangiz bo'ladi.